Onu orsilla, omonsilar qaliqlarim, yo'llaring omonmi? Ana to'g'risi ancha bo'ladi. 3-4 kun bo'lib shakilma video qilgan yo'qman. Gapirmadim kanalga. Ana şu axir vaqtlari ko'proq tarixda o'rganyapman. Ana qaliqlarning tarixini, qaliqlarning yashash usullarini, ana shu narsalarni o'rganyapman shu axirgi vaqtlarga ko'proq. Shularga keyin birki savollar to'g'risi paydo bo'ldi menga. Har bir narsa insonga bir nima olib keladi-da hayotiga, mana shu hayotiga bir narsa olib keladi. Keling shu din to'g'risiga gapirayliklar. Shu bilaman endi bu narsani sizlarga ko'p açık qilib qo'yganlarki, shu gapirma, kofir bo'lding, o'lasan, sen do'zax borasan, u dunyoga seni aloqa tiqadilar, seni yondiradilar, ko'ydiradilar degan fantaziyalarga sizlar berilib ketgansizlar. Endi bu narsa sizlarni qoniga qo'yganlar-da bu narsani qaliqlar. Neki shu narsaga gapirish kerak. Gapirmasak bo'lmaydi. Nimaga deganda aynan qaliqni shu singaniga sabab bo'lgan narsa shu narsa bo'ladi. Mana shu dini bo'ladi. Dini sindirib yubordi qaliqni. İnson psixologiyasini o'qib chiqsam, bu psixologiya degan narsa bu yangi narsa emas ekanda. Bu ko'hna narsa ekan. Inson psixologiyasini o'rganish dunyodagi eng qadim darslardan birtasi, mana shu eng birtasi shu 3 ta topoviy agar dars bo'lsa, birtasi mana shu psixologiya bo'lgan. O'sha zamonlardan o'rganganlar insonni. O'sha qadim zamondan o'rganganlarki insonni Allah aytadi-ku, insonni o'zini urib sindirib bo'lmaydi deydi-ku, uni faqat duxini sindir deydi-ku. Mana shunoq o'sha qadim zamondan bir psixologiya shu narsa bo'ldi. Shu narsa bo'lgan. Bu narsa tamkin katta bo'lgan. Eng katta narsa bo'lgan. Mana shu xalqni fikrini agar g'ulom qila olsang, u xalq seni g'uloming bo'ladi. Agar fikrini g'ulom qila olsang, u seni g'uloming bo'ladi. Bir odamni o'zini g'ulom qilmagan, mana misol urug' g'ulom qilgani, bog'lab g'ulom qilgin, u ko'p turmaydi. Chunki o'sha vaqtini kovlab topib urug' chiqib ketadi qo'lidan, zo'rlik bilan qilsan. Neki psixolog agar uni psixический fikrini, uni o'ylashini, uni fikrlarini g'ulom qilsang agar, u bir umr o'zini pokoleniyalarni g'ulom qilib keladi.
aynan mana şu diniy g'ulomlik o'zi mana shunga so'zlangan. Buni ko'p katta boshiga ishlaganlar bu narsani. Ki bu narsani so'zlasalar. Shunaqa so'zlasalar. Ana endi bir o'ylab ko'ring o'zlaring. 10-asrdan bu tomonga qarab 21-asr bo'ladi. 11 asr bo'ladi. Qayna qattiq qabul qilgan joylarini kelsak 12, 11, 12 asr desak, yine 11, 12 ham desak 10 asr bo'ladi. Biz o'zimizni balasini g'ulom qilib, psixiki g'ulom qilib katta qilamiz. Qarang, hali go'dakni maydaligiga biji deb qo'rqitasan, adashga chiqmani olib ketadi. Ana keldi desa, shuni qilib katta qilgandan keyin u go'dak hozir ham o'ylang o'zlaring nechiga kirgansizlarda qalliqlarim har bir talaring. Shuni agar siygani chiqsanga, qorong'a shuni dashga chiqsanga, o'sha biji yodlaringga tushadi. Hali bir narsa xit sizlarni orqalaringdan qarab turgandan, bir narsa orqalaringdan kelayotgandan bo'ladi. Shunaqa emasdi. Chunki sizlarni o'sha maydaligiga, o'sha psixologiya, yangi o'sha miya razviti qilayotgan chenga, bir narsani tushunayotgan chenlaringga mana shu biji degan narsani tiqadi miyalaringga, uydagilar. Men Yevropaga biron go'dakni, biron insonni ko'rmadimki, shu biji degan narsadan qo'rqsa. Yarim kecha mozorda ichidan ham o'tib ketayotibdi. Yarim kecha jangalli ichiga ham yuribdi. Alingdan chiqib qoladi, mejbur qanaqa jangallar ichida o'tib ketyapti. Yarim kecha jangalli ichiga yuribdi bir odam o'z to'qqa. U psixologiya yo'qki, orqasidan bir biji kelyapti, bir biji kuzatyapti, bir narsa bor degan narsa uni aqliga kelmaydi. Nimaga deganga? Chunki uni qoniga quydirmaganlarda maydaligidan o'sha fikriga shu biji degan narsa. Aynan din ham mana shu narsa. Endi o'ylab ko'ringada o'zlaring. O'zingga g'ulom bo'ling, lekin balangni ham o'sha g'ulomlikka katta qilasan. Bir nimadan o'lsang agar sen jannat borasan. Tamam. Jannat seni xayolotingga tiqqanlarda, o'ri zo'r, hamma narsa bu, yeyish bu, qizlar bu, sharob, parob, polni ros hammasi bu. Sen ozov tartmaysan, agar ki sen shu g'ulomlikka bo'lmasang, sen u dunyoga bording, seni siraza sen nima uchun g'ulom bo'lmading deb Xudo seni do'zaxga tiqadi, seni oloqqa tiqadi, seni ko'ydiradi, yondiradi. Sizlar tasavvur qilyapsizlar, shu aqlga to'g'ri kelayotgan narsadir. Bu narsani o'sha psixologik go'dakligingdan o'tkazdi miyangga. Bu narsa asta seni qoningga o'tiradi. Har bir to'qa qilgan joyingga, shay o'zing to'qqa o'tirgan joyingga shuni kalanga keladi-da shu narsa. Avtomatik sen o'ylaysan bu narsani. Qanaqaki o'zing to'qqa uyga qo'ysang, avtomatik bir odam seni qarab turgan, agar shu uyga bir odam bordak, hali bir narsa bordak. Nima uchun? Chunki biji deb seni ko'ngling miyangga tiqadi. Mana shu psixologik deylik. Psixologik bizlarni g'ulom qilgan. Shuning uchun bu g'ulomlikdan chiqish, hali aytadi-ku, beip bog'lab qo'yadi deydi-ku. Mana shu beip bog'lab qo'yadisi mana shu bo'ladi. Aynan mana shu eki sen o'zingni psixiki g'ulom qilasan. Seni vot qarab turgan, sen qimillading, sen buni qilding, sen mumkin, bu mumkin emas, mana bu mumkin, busi mumkin emas. Sen shuni qilding agar sen tamom kapan ko'ydi, u dunyoga
Sen to'xtab turgin, seni jiddat qilyaptilar, sen o'ra keling, seni yondiradi, kuydiradi, sanamginam. Oloqqa tiqadi, zaharga tiqadi, og'zingga bilmayman qaynagan harom sularni quyadi, balchiqlarni quyadi, qora saqqishlarni quyadi. Shuni bir xayolni seni kallanga tiqib kelaveradi. Shu narsayla sen o'zingni jonim g'ulom qilasan. Aynan qalliqlarni davlatini sinishiga mana shu g'ulomlik katta bir ish qilgan. Hozir ham bugun insonlar shu ideyalardan biladilarki, shu ideya zo'r ideya, xalqni dalneyshi g'ulom qilishga zo'r narsa bu narsa. O'sha uchun bu narsadan hozir ham foydalanadi. Nima uchun foydalanadilar? Qaranganda bir oddiy narsani olib kelay. Hoji Mirzo boradi Moskvaga, Rossiyaga. Qaysi bir shaharlardan bo'lmasa buni ko'rgani keladi. Allaga. O'ylab turing, o'zlaring shuni raskidat qilib kelaveringda bir narsani. O'ylash kerak bu narsa. Qaysi bir shahardan kelib bunga pul beradi. Sen meni duo qil. Nima uchun pul beryapti? Senga men pul bersam, sen meni duo qilsang, Xudo meni kechiradi degan narsa. Ko'ryapsizmi? Men sadaqa qilaman, meni Xudo kechiradi. Men Hoji Mirzoga pul beraman, Hoji Mirzo meni duo qilsa, men xursand bo'lamanki, men Xudomni rozi qilyapman. Meni nablidat qilib turgan Xudoni men rozi qilyapman. Hani endi kelinga o'ylab ko'raylik endi o'zimiz. O'sha go'dakni o'zini uyiga, o'shani agar otasi o'sha cheni aytsa, o'g'lim, nosim tamom bo'ldi, o'g'lim, bilmayman bir joyga borishim kerak, bir pul bergin desa agar, u nima deydi? Pulim yo'q deydi. Lekin boshqa shahardan boshqa shaharga kelib Hoji Mirzoga pul berib ketadi. Bu nima deydilar? Buni g'ulomlik deydilar, psixologik g'ulom. Özünü otana vermeysen, özünü otana vermeysen, ne ki ol kele Hoji Mirzoga berasan. Bu narsa psixologik g'ulom. Aynan din o'ylab topgan insonlar mana shu psixologik tomondan qattiq o'ylaganlarda o'sha zamoniga, yoki zamoniga eng bir katta narsa bo'lganda bu psixologik odamlarni ushlab turish. Hozirgi agar o'ylashga, hozirgi zamonga qarasang, o'ylaganda hozir mana shu zamonga kelib qara. O'sha gaplar birontasi to'g'ri kelmaydi. Lekin mana shuncha texnika, kompyuter, hamma narsa razvit bo'lib ketganiga hozir ham sen o'sha bir sodda gaplardan chiqa olmaysan-da. Bir sodda gapdan chiqa olmaysan. Nima uchun? Seni o'ldiradi, kuydiradi, yondiradi. Yondiradi, kuydiradi, sanamginam qo'rqitadi. Xolos. Bilasizlar shu. Ana endi xalq davlatiga qaytsa. Xalq davlatini qarangki, xattiki Sinziyan Xitoydan keladi mana bu Afg'onistonning ba'zi bir yerlariga davr. Bugungi Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston deylik bu Afg'onistonning ba'zi bir yerlariga davr qalliq davlati bo'ladi. 300 yil, 500 yil, 300 deyman. 500 yil bu o'rtalarni oladilar. Ya'ni bunu katta imperiya bo'ladi, qalliq davlati imperiyasi. O'ziga o'sha joyi bo'lgan imperiya bo'ladi, o'z joyini topgan imperiya. Ras islomni qabul qiladilar-ku, tamom. Ketdi-da, minus tomonga qarab ketdi. Nima uchun degan? Bilasizlar? Ularga aytdilarki, islomga millat yo'q.
bu narsa. Bu uje psixologik sindirish. İslamga millat bo'lmasa, Arab o'zini millat demaydi. Xolos dedi. Bu narsani yoki boshqasi o'zini millat demaydi. Xuddi Arab o'zini millat deydi. Biz Arabmiz deydi. Biz Arab degan so'z uje o'zi men millatman degan so'z. Lekin nima deydi? İslamga millat yo'q deydi, aytadi. İslamga faqat nima bu? Biz İbrahimning banasimiz, bilmayman nimasimiz. Say xulos shuni. İslamning millati musulmon deydi. Tamam, men musulmonman degan ketaverdi. Mana shu psixologik asta qalliqni o'z huviyatini yo'qotdi. Vaqt bir narsani agar aytmasang, bir narsa senga bir namuna bo'lmasa ku hayotingga, sen asta uni yo'qotasan. Sening uchun kerak bo'lmaydi u narsa. Senga boshqa narsa vajna bo'ladi. O'sha vajna narsalarni tiqib kelaverdi seni kalangaki seni yo'q qilish uchun. Mana millat uchun to'ra kelib urushasan. Shunaqa emasdi? Millating uchun urushasan. Yering uchun urushasan. Lekin zamon keladi aytadi, bizda hammasi bir millatmiz, musulmonmiz deydi. Nima uchun urushasan? Seni uje tushadi. Bu yer hammasi islom yeri deydi. Seni kim uchun urushasan deydi. Kimdan olasan deydi. Uje tushadi. Biz shu islomni sadaqasi bo'ldik-da o'rtaga. Bilasizlar? Biz islomni sadaqasi bo'ldik o'rtaga kelib. Lekin nima uchun bugun shu narsani qattiq ushlaydilar, tartadilar. Xususan mana shu tojik birodarlar so'zladilar-da, shu narsani so'zladilar. Chunki bu zo'r narsa. Bularga vigit bu. Bizga vigit yo'q bu narsada. Ya'niki biz yo'qotdik. Bular yo'qdan foyda bo'ldilar va oldilar, topdilar o'zlariga. Biz qalliq yo'qotdik, hamma narsani yo'qotdik. Nima huviyatimiz bo'lsa, nima rasmimiz bo'lsa, ana bu harom deb qalliqni ming rasmini, ming davlatdorlik rasmini, hamma narsasini ku biz yo'qotdik. Bizga qolmadi bu narsa. Qalliqni biror rasmi qolmadi, biror usumi qolmadi. Nima surat olish yomon, surat chizish yomon. Bu narsa harom, bunga javob berasan, surat olma, surat chizma. Ana qadimgi narsalaring bo'lsa, ularni yo'qotingga, uyga qo'ymanga suratlarniki, sizlar bu shaytonning rasmi bular, bu islomga to'g'ri kelmaydi, yo'qotingga bu narsani. Bilasizlar, shu narsalar aynan biz bor tariximizni yo'qotib yubordik. Bor tarixni, o'sha bor chizini nima qildik biz yo'qotdik. O'sha kartinkalar bo'lsa, chizilgan bo'lsa, to'qima bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, bu narsani uyga qo'yma, bu harom, bu xudo buni keyin buni ko'rsa, bu xudo keyin sendan xafa bo'lib, sen do'zax olib ketadi. Meni yodima bu narsa o'zimni yodima. O'zim ko'rganman, ko'zimdan ko'rganman. Xudo rahmati momam ba'zi bir narsalarni o'sha qalliqlarnikidan, o'sha cerebrodan yasalgan narsalarni ba'zi bir narsalarni yoshirib ekan-da. Endi shu pushtma-pusht shu yoshirib kelgan ekanlar-da. Xudo rahmati bobom ko'rib qolgan edi o'sha narsani. Momamni so'kuv, sen harom narsalarni uyiga ushlagansan. Sen haromsan. Sen nima bu suratlar, sen bu suratlar uchun qiyomatga javob bera olmaysan. Bu narsalarga, o'sha cerebrollarga qanog'in bir kak ikonadagi bir narsalar bor edi. O'sha qalliqlarning o'zini rasm usumlari, menimcha o'sha Tangri dinini o'sha qaysi biron simvollari bor edi o'sha chenglarga. O'sha Tangri dinini qaysi bir simvollari cerebroga bor edi. O'sha cerebroga qaysi bir simvol bo'lgan edi o'shani. O'shalarni ko'rganga hammasini
tuvaletga taylaganini bilmayman. O'sha tuvaletga tayladi. Hammasini o'g'lim momamning qo'lidan olib borib turib tuvaletning ichiga tayladi. Sen bu narsalarga qiyomatga Xudoning oldiga qanoq javob berasan? O'ylab ko'ring o'zlaring. Endi biz shunog'in bobolarimizni shu fikrlari bilan, shu g'ulomliklari bilan biz nimalarni yo'qotganmiz? Ha? Hali men aytdimki, chakan, mana shu chakan tikilishi bu shu chikan degan so'zdan mana shu chikalladi, pul chikalladi, mana bu qildi. Bu qalliqdi so'zi. Hozirga davr shu so'zlar bor edi, kigiz qo'yganga ke, jonim, meni kigizim chikallab olaylik deydi. Qalliq bo'lsang yo'dinga bu agar shu ko'hnalardan so'ragim borib, o'sha kigiz qo'yaydilar. Men yodima bu, men maydaroq edim. Hali nima deydi? "O, jonim, ke mana shu kigizni qo'yganman, shuni chikallab olaylik, keyin bosay" deydi. Ke shuni chikallab bosaylik deydi. Ya'ni bu narsalar bor narsa o'zi o'sha qalliqqa bor narsalar. Bugun bu narsalarni boshqalar olganlar. Chakan bizniki deydi. Busi bizniki deydi. Qalliq nima deydi? O'tiradi. Chunki sizlarni psixologik g'ulom qildi. Sizlarni psixiki g'ulomliging shu bo'ldiki, sizlar o'z millatlaringdan kechding. O'z millatingdan kechding. O'z rasmi o'yindan kechding sizlar. Hamma narsadan kechding-yu, ivaziga biror narsa ola olmadingiz. Sizlar mana shu bir prosta bir obyekt, g'ulom obyekti bo'lib qo'llanadi. Tamom. Bugunga kelib turib asta o'z nomlaringdan kechiyotsizlar, o'zlaringni nomlaringdan kechiyotsizlar sizlar bugun. Bugun o'z tillaringdan kechiyotsizlar bugun. Nimaga deganga? Chunki hech kimga kerak emaslar. Sizlarga tillaring kerak bo'ldi, na boshqa narsalaring kerak bo'ldi, na o'zlaring kerak bo'ldinga. Chunki hech kimga sizlar ana kerak bo'lmaysizlar. Nimaga deganga? Chunki sizlarni huviyati ketdi, nomusi ketdi, rasmlaring ketdi. Sizlarni tarixlaring o'rtadan ketdi. Hech narsalaring qolmadi. Hech narsalaring qolmadi. Sizlar faqat o'zlaring bir mana shu bir obyekt, bir g'ulom obyekti bo'lib qo'llangan, xolos. Boshqa hech narsa emasda, bir g'ulom obyektdan bo'lak hech narsa emassizlar. O'shaning uchun sizlarni ozod nima qildilar? G'ulom qildilar. Fikrlaringni g'ulom qildilar. O'zlaringni g'ulom qildilar. Mana bugun sizlar kelib o'z nomlaringdan ham kechiyotsizlar, o'z huviyatlaringdan ham kechiyotsizlar. Bugun tillaringdan ham kechiyotsizlar. Xuddi qalliq o'zi kechirasizlar. O'z tillaringdan gapirishga uyotasizlar. O'z tilingdan gapirishga. O'z balanga sen qalliqligingni aytishga uyotasanki, o'zingni balangaki, "Ey balam, biz qalliqmiz" deydi. Men aytdim-ku, kuni nima uchun men mana shu yevreyni nima uchun men yaxshi ko'raman dedim-ku. Men yaxshi ko'rganim sababi bu. Men zo'r odamni yaxshi ko'raman, g'ururi bor odamni yaxshi ko'raman, nomusi bor odamni yaxshi ko'raman. Dunyoni startidan yevreylarni qo'lidan hammani tartib oldilar. Yevreylarni surdilar, dunyoga titdilar. Yevreylarni yuzlab pokoleniyalari har davlatlarga o'lib ketdi, dunyoga o'lib ketdi, titilab. Hamma millatni va hamma dinni g'ulomi bo'ldilar yevreylar. Neki ko'chaga chiqaydi, xuddi Samarqand, Buxoroni olib aytsak agar, yoki xuddi Tojikistonni, shunoq ko'chaga chiqaydi, hamma usuli xalq usuli edi. Namozni o'qiydi, boshqasini qilaydi, hammasini qilaydi.
Öyiga keleydi. Ve şu tarix bo'yidan aytaman bir narsani. Öyiga kelgandan keyin erta bilan bomdodga namozga borish kerak. Jomiya, yani şu atrof, shunoq atrofki erta bilan namozga chiqishing kerak. Yo'ra boshqa bo'lmaydi. Sen kofirsan deydi, qilmasang bu ishni. Yevrey erta bilan balasini turg'ozadi. O'g'lim, namozga chiqamiz. Chunki jomiya shu. Bo'lmaydi, chiqmasa bo'lmaydi. O'g'lim, namozga chiqamiz. O'g'lini erta bilan turg'izar ekan. O'g'lini o'tkazib turib aytdi ekan, o'g'lim, biz yevreymiz. Neki biz shu jomiyaga qarab shu ishni qilyaptik. Bu bizda aqidamizga kirmaydi, bu bizniki. Biz yevreymiz. Erta bilan bola o'qidan to'ra kelganga o'z yevreylik leksiyasini aytib ber ekan. Millatini kimni, qardanni, nimadi, nima emasdi, masjid borishdan alin. Ana endi sizlar o'ylab ko'ring. O go'dak ertadan birinchi qabul qilgan narsasi o'z huviyat to'g'risiga go'dagi otasidan eshitiyotibdi, bobosidan eshitiyotdi. U masjiddan bo'lsa, boshqa yerdan bo'lsa, boshqa ham bo'lsa, u o'z huviyatini yo'qotmaydi. Aynan mana shu ming yillar shu dunyoni shu hisoblashni startidan agar olib qarasak, yevreylarni titdilar dunyoga. Yevreyni o'ldirmagan odam qolmadi. Bilasizlar? Neki yevrey o'z balasiga biz yevreyligimizni yo'qotmadik deb aytib kelgan. Pokoleni na pokoleni bular bir-biriga aytib keldi. Bugun qaranga, dunyo bo'ylab ko'rsak, minglab yevreylar tilini yo'qotdilar. Misol olaylik, tilini yo'qotdilar. Endi hozir o'zlarining tiliga o'qib gapirayotgan bo'lmasalar, lekin minglab yevreylar tillarini yo'qotdilar. Ko'p joyga yo'qotdilar tillarini. Neki dinlarini yo'qotmadilar, huviyatlarini yo'qotmadilar. Boshqa tilga gapirishi mumkin. Neki yevrey traditsiyasini yo'qotmadi. Qalliq nima qildi? Ha? Qalliq assalomu alaykum va rahmatullohi ve barodar ve men yo bu harom, bu harom, bu harom, bu harom, bu harom. O'zini molini o'zi harom degan qalliq. O'zini, o'z kulturasini o'zi harom chiqardi. Nima uchun qalliqni psixologiy g'ulom qildilar. Psixologik qalliq g'ulom bo'ldi. O'z chizini o'zi harom dedi. O'z molini o'zi harom dedi. O'z kulturasini o'zi harom dedi. Chunki bu narsa boshqaga vigidna inson edi. Boshqalarga bu narsa ko'p foydasi bor. Neki meni davlatim, tarixim, millatim, kultura, dinim hammasi bor narsa o'zimniki bu. Nima uchun men o'z dinimdan Xudoni rozi qila olmayman-ku? Men boyad arab dinidan borib Xudoni rozi qilishim kerak. Nimaga uniki mendan to'g'ri bu, meniki na to'g'ri? Savol. Nima uchun? Bilasizlar? O'zlaring javob topa olmaysizlar. Faqat o'sha ikkita gapga ishonganlaring u Xudoydan ko'rishgan, undan kelib Jabrayil kelib salom alaykum qilib ketgan, boshqa narsadan kelgan. Xolos, mana shu narsadan sizlar ishonib o'zlaring davlatlaringni, huviyatlaringni, traditsiyalaringni yo'qotding. Yo'q bo'ldinglar bugun. Bugun tillaringni yo'qotib o'tsizlar kelib. Bilasizlar shuni? Boshqa sizlarga biror narsa qolmadi jonlarim. Biror narsa. Bugun uyotasan o'z balanga, "Ey, balam, men qalliqman." Ki qallig'i nima deb so'rasa,
O'zing balanga tushuntirib bera olmaysan sen. Bera olmaysan tushuntirib. Bugun sen o'zingni bilmayman bir boshqa millatga o'zingni toqib olganing uchun, chunki o'sha seni islom dining, arab dining seni zachumarit qildi, nigaday qilib taylagan ko'chaga. Sen o'zingni boshqa kimligingdan uyotib qolding. Oxiriga kelib o'zingni qalliqligingdan uyotib qolding. O'zingni boshqa nima deysan? Zo'r kelgandan keyin, men musulmonman. Hozir boshingga bir tepadilar musulmon degan. Men deydi, men boshqa millatman. Men musulmondan oldin millatim bu, men keyin musulmonman deydi. Qalliq nima bo'ldi? Qalliq o'zini hozir boshqa millatga mansub qilib, o'zini pazorini pakrivat qilib kelyapti. Yosharib kelyapti. O'z balasiga ayta olmaydi, men qalliqman deb. Hozir balanga ayt, men qalliqman degan, balang savol bo'lsa, kimni bu qalliq? Qayerdan kelganini desa, nima deysan? Chunki bilmaysan. Chunki o'zim aytaman-ku, meni bobom o'sha qaysi bir momam yoshirib qo'ygan o'sha serebrolaga qaysi bir simvollar bo'lgan ekan, qaysi bir o'sha Tangrini simvoli bo'lgan. Hammasini tualetga taylaganda, sen Xudoni Allohga qanaqa javob berasan, bularni sen yoshirib qo'yibsan. Sen bu narsalarni o'yga qo'ygansan. Sen kofirsan. Men momamni kofir deb hammasini olib borib taylaganda tualetga. O'ylab ko'ring endi o'zlaring jo'llari bu tomonda. Biz nimalarni yo'q qilganmiz o'zimiz? O'z qo'limiz bilan biz nimalarni yo'q qilganmiz? Nimalarni yo'qib yuborganmiz? Nimalarni oloqlarga taylaganmiz? Nima traditsiyalardan kechganmiz? Bilasizlar? Hammani o'zimiz yo'q qildik. Bizni kallamizni, fikrimizni psixologik g'ulom qildilar. Biz qalliqlar o'zimizni chizini yo'q qildik. Bu bir odamga kerak emas, kelib sendan urush qilib seni yo'q qilsa. Yo'q, seni psixologik g'ulom, sen ketding, yo'q qilding o'zingni. Bugun ham asl forslar yoki asl Sug'dilar va Badaxshilar va asl Samarqand, Buxoroliklar, bular asl o'sha ko'hna xalqlar. Bular ham ana shu qalliqni taqdirini kechdilar. Bularni ham shuni allatdilar. Bular ham o'z huviyatlaridan kechdi, o'z traditsiyalarini yo'qotdilar. O'sha qadim traditsiyalarni yo'qotdilar. Bularga yangi traditsiyani olib kirdilar musulmonmiz deb. Keyin ras kelib aytdi, biz mana bu millatmiz dedi. So'zladilar, tamom. Ular huviyatlarini yo'qotganlar. Sug'd huviyatini yo'qotgan, Samarqand huviyatini yo'qotgan. Oson bularni tojik qilib kirdizdilar-da. Sizlar tojiksizlar dedi. Lekin bularning 2,5 ming yil tarixlari borki, u yillarga bularni bor tarix vaqtiga qalliq degan nom yo'q edi. Halbuki tojigi nara tursin, qalliq degan nom yo'q edi. Bularni Sug'di, mana bu yerlarni boriga, bu yerlarning nomiga, bu millatlarning nomiga. Bularni ham traditsiyalarini shunday qilib turib astagina huviyatlarini yo'qotdilar. Yo'qotdi, bular oson tojik bo'ldilar. Oson bir boshqa nomga o'tdilar-da. Shuni xo'shday o'tdilar-ki ana. O'zlari darak topmaydi. Hozir agar o'zlariga aytganki, sen Sug'liksan desang, tarixdan olib aytsanki, jonim sen Sug'liksan, yo sen Samarqandliksan, sen Samarqandisan, sen Buxorogisan, sen tojikmassan desan-ku, to'ra keladi sening bilan urush qiladi. Men tojikman deydi. Urush qiladi. Aynan qalliq ham mana shunaqda hozir. Hozir qalliq ham mana shu. Achaga qalliq mana bu desan-ku, to'ra keladi sening bilan urush qiladi. Qalliq seni bir o'ylab topilgan narsa olib keldi, seni psixologik g'ulom qildi, sen traditsiyangni yo'qotding. Bu seniki emas bu. Seni o'zingni traditsiyang bu. Bular hammasi traditsiya. Bu fikrlash, Xudoni fikrlash, yerni fikrlash, osmonni fikrlash, dunyoni fikrlash, insonlarni fikrlash. Bu fikrlash. Men qanday xohlasam o'shani fikr qilaman. Men Xudo deyman, qanday xohlasam fikr qilaman. Xohlasam boshqa xil fikr qilaman, xohlasam bu fikr. Lekin senga bir fikrni olib kelib tiqdilar. Sen traditsiyangni yo'qotding. Erta axsham mana shu narsa
Hattoki mana shu xudo fikrlash o'sha kerak kelmaydi hech kimga-ku. Sen ko'tingni ushlab qolasan baq. Nima qilaman, nima qilayniklar? Davomini nima qilaynik deysan-da. Tamam. Bilasan. Chunki har bir dunyoni boridan boshlashidan nimadan boshlangan? İnsonlarni o'z huviyati bilan boshlangan. Menman, insonmiz, odammiz. Ya'ni yaniga ikkita uchta bo'lgan bir boshqa odamlarni ko'rsa bir-birini urush qilganlar. Nima uchun? Yanidagi odamni zashta qilish uchun. Xo'p. Ya'ni biz dunyoni millionlab yillarni bugun kartinkalarni chiqarib olamiz. Qandoq boshlangan bu dunyo? Odamlar qandoq paydo bo'lganini. Ya'ni bugun agar biz dunyoni o'sha dunyoni boshlanishidan agar olib kelsak, o'sha boboy odam deydi, odam bobo deydi, nima deydi? Yolg'on chiqyotibdi. Kartinkalarni olib kelsaklar, dunyoni agar sferasini olib kelsak, inson paydo bo'lishlarini olib kelsak, o'sha odam bobolaring yolg'on chiqyotibdi. Ya'ni insonlar shakl topyotibdi. Shakl olib kelgan. O'zi o'sha bobo taboboda o'shani qanoq qilish, qaysi shaklga yasaganni xudo. Shu hozirgi biz bor shaklga yasagan yoki boshqa shaklga yasattirib turib shakl bergan keyin degan savol paydo bo'ladi. Chunki sizlar bu narsani dagnat qila olmaysizlar. Sizlarni faqat bir halqaga olib qo'ygan g'ulomlikka shu halqadan chiqa olmaysizlar. Sizlarni o'ylashlaring o'shanchaga qo'yilgan. Undan axini o'yla olmaganlaring uchun sizlar yo'q bo'lgan qaliqlar. Halam kechmas o'z tarixlaringga qaytishlaring, o'z fikrlashlaringga, o'zlaringning kultura eng birinchi qaliq kulturasiga o'z kulturalaringga qaytishga. O'sha tangri traditsiya, qaliq traditsiyasi, o'sha narsalarni hammasini qaytarishga o'zlaringga, o'shanga qaytishga, o'z millatlaringga, huviyatlaringga qaytishni yodlaringdan chiqarmang. Agar qaytmadinglar, bu narsa uzoq ketmaydi. O'sha ochilyotibdi, bir tomondan ochilib kelyapti. O'sha erta axsham keladi, bu narsa yolg'on chiqadi. Bu narsa dokazatini topolmaydi. Bugun bu narsa yolg'on chiqqan. Bugun. Ertaga bir ko'p o'tmaydi. Ko'p o'tsa bir 100 yil deylikda, 70 yil yo 100 yil. 70-100 yildan keyin bugun hech kim ishonmaydi boshqa. Bu hozirgi o'ylanib topgan Xudo osmonga do'zaxga olib boradi, seni tiqadi, olov yondiradi. Tamam, bir 70-100 yillarning ichiga hech kim bu narsaga ishonmaydi. Chunki bu narsani fakti chiqib keladiki, bu narsa yolg'on narsa. Davomini o'zing bilasan qallig'im. Mana shu al odamlar bir inak oladilar, nima uchun? Chunki sut ichaydi. Shu dunyoga har bir narsa insonni o'ziga vigidiga bo'lish kerak-da. Bilasan, bir qo'y olasan, nima uchun? Yungini olay yoki go'shtini sotay yoki qishga so'yib yeyman deb. Bo'lmasa uni boqmaysan-ku havoyi. Kuchukni nima uchun olasan? Chunki senga foyda olib keladi, qo'yingni boqadi. Qo'ying bo'lmasa kuchukni nima qilasan? Uyingni boqadi. Shuni olmasdi. Uyingga agar qolomush chichqonlar ko'paysa pishak olasan. Nima uchun? Qolomush pishak seni uyingni boqadi chichqonlardan. Har bir narsa inson vigidi uchun qiladi. Birinchi narsaki dunyoga inson qalliq yoki inson qabul qildi yo'qolish uchun, o'z yo'qolish uchun-da. O'z traditsiyalaridan, o'z vigidlaridan kechib faqat boshqaga bugunga davr g'ulom, fikriy g'ulom bo'lish uchun. Mana shu edi jonim. Joning omon bo'lsin qallig'im, har bir tangda. Yaxshilab o'ylab chiqing. Qalliq tarixini o'qing. Yaxshilab topib turib o'qing. Buni kitob qiling. Meni pulim yo'q, meni chizim yo'qki men bu narsalarni qilsam. Qalliq kulturalarni qaytarib tirgizing. Bugungi chakan bo'lsin, bilmayman, cholov bo'lsin, boshqa o'g'loq tartish bo'lsin. Bular hammasi nayza otish bo'lsin, qilich urush bo'lsin. Bular hammasi o'sha ot chopish, ot poykalar, bular hammasi qalliq traditsion o'yinlari, yo mashqlari, voyenniy mashqlari, o'yinlari, bular hammasi qalliq traditsion nimalar.
qaytarib tirgizing bu narsalarni. Olinga egalik qiling. Bugun sizlarning traditsiyalarini boshqalar egalik qilib yurgan. Boshqalar egalik qiladi, aytadi, bu bizniki deydi. Mana biz qadimlar reshaviz bu deb olib kelyotibdi. Yoki mana shu hozir o'zimiz mana shu qurutni qora kulchaydan qilib qurutov deb yeydi qadimga. Hali bu narsalar bu tog'larning orasiga qurutov qilib yeganiga bu narsalar shahar joyi, obod joylarga, bu joylarga bo'lmagan bu narsalar. O'zlaring ham bilasizlar buni. Bu narsa shu oxirgi mana shu bir 30 yillikka mana shu jonjonlardan keyin bu qurutov bu oralarga, shaharlarga tushib modda bo'ldi. Bugun nasionalniy traditsionniy blyudo tajiki bo'lgan qurutov. U qurutovda men bobomdan o'ltirganimga qurutov yeganga toqqa. Bobom bobosini naql qilgan ediki, ularni bobolari qurutov qilaydi yoki shu qanog'in qilib qurutovlarni qilaydilar. Ichlariga nimalar solib, qanoq qilib yog'larni qizitib qora kulchadan yeydilar bu qurutovni. Bu qora kulcha deganga bu nondan bo'lmaydi, qora kulcha torvuzdan bo'ladi. Qishlarga qilib qo'yib yeganlar. Lekin bugun boshqa odamlar traditsion blyudosi, qaliq bo'lsa nima qilib yuribdi? Qaliq mardikor, g'ulom. Hali ham ishonadiki, o'lsa u dunyoga unga vish beradilar, uy beradilar, joy beradilar, kvartira beradilar, xotin beradilar, bepul nima beradilar, bepul ovqat beradilar. G'ulomlik. Bu darmayet fikrlash deydi bu narsani. Ya'niki u tomonga zadarmo, senga hamma narsa beriladi, sen yeb yotasan degani. Joning sog' bo'lsin qallig'im. Yaxshilab o'ylab chiqqin. Yo bugun aslinga qaytasan, yoki hozirdan hali bir xil insonlar tiriklikka o'zlarini xudoylarni beradilar-ku. Yo bugun faqat tiriksan, siraza o'sha qaliqlik xudoyingni berib qo'yganki biz yo'q bo'ldik deb. Sog' bo'l jonim.